Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozirda ikkita o'yinchimiz solo shaklida Narko Ignorga qarshi o'ynash haqida aytib o'tdi va bir necha soniyalarda o'yin boshlanadi va ulardan chiroyli o'yin kutib qolamiz. YouTube kanalimiz obunachilari deyarli 35 taga yaqinlashib qoldi. Juda ham oz va prosmotrlar juda ham yuqori, lekin kuzatayotgan insonlarning 99% kanalimizda obuna bo'lmagan holatda ko'rsatiladi. Albatta sizlardan chiroyli qo'llab-quvvatlash bo'lsa, kanalimiz rivojlanishi yanada tezlashardi. Narko Ignorga push qilmoqda va birinchi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Har ikkala o'yinchi TD mahoratini hozir qanchalik darajada yuqoridan ko'ramiz va ular qaysi devasda o'ynash haqida ko'rmayman. Ignor shagini sezmadi va low HP holatida bundan Narko chiroyli foydalandi va turinishda yaxshi zarar yetkazdi va uni o'z hisobiga yozishga olib keldi. Narkoda ustunlik bor. Narko qo'rqmasdan push amalga oshirmoqda va lekin Ignor birinchi ochkosini o'z hisobiga yozib oldi. Narko o'ng tarafdan aylanib qilib berishi mumkin. Yo'q edi va bundan Narko yaxshi foydalandi. Narko low speed va bundan Ignor yaxshi foydalandi va navbatdagi ochkoni hisobiga yozib qo'ymoqda. Keling aziz do'stlar, o'yinni yuqoridan kuzatamiz. Yaxshi ochkolar farqi tenglashdi. Ignor low HP'da ko'ramiz. U bundan foydalana olmadi. Yaxshigina yo'qotish. Navbatdagi ochkolar farqi sezilarli o'zgargani yo'q, lekin menimcha Narko bu o'yinni o'z hisobiga yozib olishi mumkin. Narko angal ichidan push amalga oshirmoqchi va Ignor bundan yaxshigina xabardor edi. Ignor push amalga oshirmoqda, Narkoning chiqishini kutmoqda va afsus Narko buni yaxshigina sezdi va o'z vaqtida bartaraf etdi. Narko navbatdagi ochkoni qo'lga kiritmoqda do'stlar. O'yinimiz yaxshigina cho'ziladi. Solo shaklida team o'yinchilar ochko uchun o'ynamaydi. Asosan o'yin uslubidagi harakatlarni ko'rsatadi. To'g'ridan to'g'ri hujum amalga oshirmoqda. Bundan foydalanish mumkin albatta.
Yaxshi. Aytib o'tganimdek, ignor bundan yaxshi foydalanadi. Narko chap tarafdan harakatlanmoqda. Ignor sentrda angar ustida. Narkoda naklon ochib o'ynash kamroq ekan. Ular buni yaxshigina uddalaydi. Lekin mana bu holatda to'g'ridan to'g'ri chiqish kerak emas edi, kutish kerak edi. O'zining low HP'dagi holatidan chiqguncha albatta. Narkolar farqi 8. Narko hozircha ekan. Mana shu aniqda ignorning naklon ochishga e'tibor qilamiz. Afsuski bu holatdan u to'g'ri foydalana olmadi va ochko boy bermoqda. Mana shunday naklon ochib o'yinda o'ynash qobiliyat hisoblanadi. Yaxshi, mana aytib o'tganimdek ignor o'z qobiliyatini ko'rsatmoqda. Narkolovich bitta va orqaga chekinmoqda. Ignor bundan foydalanishi mumkinmi? Narko nega granatada o'zini portlatdi? Buni asosiy sababi u low HP'da agar ignor quvganida haqiqatan ham navbatdagi ochkoni yozib qo'yishi mumkinligini tushunmoqda. Mana bu chiroyli reaksiya bilan navbatdagi ochkoni ignor qo'lga kiritmoqda. Ignor push amalga oshirmoqchi, ochkolar farqini qisqartirish uchun va o'yinni o'z hisobiga olish uchun. Chapdan ignor hujum amalga oshirmoqda. Ignor qochmoqchi edi, lekin bu narsa unga foyda bermadi. YouTube kanalimizda har kunlik mana shunday videolar joylab qo'yiladi. Ajoyib reaksiya bilan ignor chiroyli ochkoni qo'lga kiritmoqda. Narkolovich vida va ignor navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Ignor tutish kerak, pul amalga oshirish shart emas. Yuqoridan harakat bilan sakrash amalga oshirmoqda. Narko navbatdagi ochkoni yozib qo'ydi. Chiroyli chalg'itish bo'ldi. Yaxshi o'yinchi uchun yaxshigina devaysdan tashqari albatta yaxshi naufik bo'lishi kerak. Oyoq tovushlarini yaxshi sezish va ba'zi o'yinchilar oyoq tovushlarini sezdirmaslik uchun Narko ignorni granatada va o'zi ham o'lgan bo'lsa ham granata bilan olib ketdi. Ajoyib. Aytib o'tganimdek, yaxshi naufik bo'lishi va mana shunday shartlarni yaxshi olish qobiliyati kerak. Ignorning foydalanib navbatdagi ochkoni qo'lga kiritishi mumkin. Ignor qochmoqda, lekin afsus yo'q. Endi aytmoqchi edim, Narko bundan xabari yo'q. Narkoni o'zi ham low HP'da Ignor yomon chalg'itish bilan navbatdagi ochkoni kiritdi.
Narko to'g'ridan to'g'ri push amalga oshmoqchi edi, lekin fikridan qaytdi. Biz durang holatda yakunlandi. Har ikkala o'yinchiga rahmat aytib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.